Live, go. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. Bugün hem de biz şu Harvard Üniversitesi'ni Uygurlarning için tunji şu bitirip doktorluk unvanını algan hürmetli Qahar efendim doktor Qahar Barat'ni teklif geldik. Tarım grup nam bilen bunu uyuşturduk. Netiyahın yağı sizlerinin bu işlerimizi kollap berginler rahmet etme aldı bilen. Hem de kalan gaplarni bu Qahar Barat efendimiz uzun yıllar özünün şu Uygur tarihi, Uygurlarninki örüp adeti hem Uygurlarning til yazık doğrusu uzun yıl tadqiqat yürgüzüp gelgan. Bugün hem de özünün şu uzun yıllardan beri gelgan tadqiqatlarının bir kısmını tanıştırıp çıkargan oldu. Hem de bugünkü merkez asasen şu Uygur tarihi dikim şu Uygur yazıkı ait endikin Orhun Türkü deymiz, endikin keyin şu Uygur yazıkı deymiz, Uygur tili, muşlarning özgürüş jarayonlaridagi tarix manbai örgüz jarayonlarida bir qor so'zlab o'tdi. Buning sirtidagi ba'zi bir masalalar balkim o'ttirib qo'yildi, lekin bu yerda balkim vaqtning munosabati bilan yetishib qilamiz mumkin. Davomli Qahar efendimni bu yerga chaqirib kelsak bo'ldi. Bugun vaqt 1 soat bo'ldi. Endi sizlarning vaqtinglarni biroz ep qo'ydim. Keyin endi sahnani Qahar efendimga beraylik. Oldi bilan bir o'zingizni tanishtirib o'tasiz. Assalamu alaykum. Yaxshimisizlar? Tarım grupasining şu doklad seriyasini o'yinlashtirganligi bu nihoyat yaxshi ish qilyotdi. Undan boshlanish bo'lib mening oldimda oldi bilan bu nima Qurbon Vali qatorliqlarning so'zlaganlaridan biz cho'nqur ilhom oldik. Bo'libmi shu to'liqlar, shuhratlar boshlagan bu tarım grupasiningki doklad seriyasi bu bizningki kelgusida Uyg'urlar orasida Uyg'ur xalqini tarix haqida, madaniyatimiz haqida nurg'un bilim olishga jiq turkilar bo'ladi. Shuning uchun biz buni qo'llaymiz va shuni uyushtirganligiga rahmat aytamiz. Bu yerga berish bugun endi meniki so'zlaydiganim shu qadimgi Orxun Türk davridagi bizningki eng muqaddas tig'imiz, ilohiy tig'imiz O'tikan haqida yaqindan beri mening o'zim izlanib kelayotgan ba'zi materiallarimni sizlarga bir tanishtirib o'tay dedim. O'tikan bu şu bütün Türkiye xalqlarining, bütün Türk dünyasının ilahi tig'i, muqaddas tig'i. Buni hammamiz anglagan va bilamiz. Endi bu O'tikan qayerda desalar, buning o'rni Mongoliyada. Mongoliyaninki şu Hangay tağları şu etrafga to'g'ri keldi. Endi O'tkanninki şu tog' izlarini xaritada qarab boqayli, asosan şu o'ttir Mongoliya rayoniga to'g'ri keldi. Endi O'tkan qadimgi Orxun Türk davrida Türk xonligining, birinci Türk xonligining, ikkinchi Türk xonligining va uchinchi Türk xonligi. Uchinchi Türk xonligi deyimiz qadim Orxun Uyg'ur xonligininki poytaxti, markazi bo'lib kelganda shundaq bir yer bu. Ham bu shu chaqlarda Türk xonligini elib o'tadigan bo'lsak, shu nimada hamda başta bu 552 yılı Orhun Türk Xanlığı kurulgan. Kurulganda bular şu O'tikanni, şu rayonların özünün paytaxtı qilgan. Hem bir anlap bakaylı. Kültegin Mango Teşida O'tikanni mundaq deydi. Qadimgi Türk tili, bunu anlaymiz. O'tikan yishda yeg idi yok ermiş. El tutsuk yer O'tikan yish ermiş. Bu qadimgi Türk tili. Bizninki 1200 yıl, 1300 yıl, 1400 yıl burun ata-analarimizniki so'zlagan til. Yani bir qatim deb beray. O'tikan yishda yeg idi yok ermiş.
el tutsıq yer ötüken yiş ermiş. Ötüken yiş degeni ötükenninki bağrı degan gap. Ötken yishdan yaxshi hech qanday bir yer yo'q deydi. Ötken yishda yer eng yaxshi idi yo'q degani qat'iy yo'q. El tutsiq yer degani davlat boshquradigan yer ötken yish ermiş. Mushu bir ötken yish degan yer birdan bir davlat boshquradigan yer deb mushtaq yozgan. Mana bu Mango Toshninki shu o'yib yozayotgan rasmiy shakli. Kültegin Mango Taşı. Hem de kadimki Türkler bu ötken yişini ötüken yiş deydi. Bu ilahi ötüken yiş deb bundak yuqur gördü bularninki. Kültegin Taşı yani bunda deydi Türk kalan ötken yiş olursa ilde bun yok. Eğer Türk'ün padişahı Hakan'ı ötken yişte tursa, eşeğde devlet başkursa elde bun yok. Elde bun diyenine hazır tilimizden mung deyimiz. Yani munglandık, mungzar diyenler. Bunlar diyeni bütün devlette elde halıkta gam yok oludu. Eğer Türk'ün padişahı ötken yişte özünün halığını tiklise, halıkta hiç kadar gam bulmaydı. Bunlar diyen. Hem de Kültegin yanımda diyen. Ötken yiş olurup, ötüken o yer olurup, bunu da yer depti. Ötüken yer olurup, bunlar yine ötüken diyen şu ziminde oldurup, arkış tırkış ısar, nem buh yok. Yani arkış digini bu elçi diyen gap. Elçi digende hem de mesela divan logat Türk'te arkış kelse kut gelir deydi. Eğer elçi gelse baxt kildi deydi. Arkış digini hem de bunun da biz eğer sen ötken yişte devletini kurup her qaysi devletlerge elçi evetsen Türkiş digenin mənisi hazır taze iniq emas. Arkış Türkiş bu bir qo'shma söz. Hem Türkiş digini arkışga yaqin bir ma'noda shundaq ishqi bardi keldi. Muşundaqlarni davomlashtirib tursam ilsar degan digini etsa evetsa degan gap. Digini qadimgi turk tilida evetish sen mundaq degan gapda masalan ilsar nam buq yo'q, hech qanday g'am yo'q. Bung deganda baytında yo'q, hech qanday g'am yo'q. Ötüken yiş olursa bengo el tuta olurtaksın. Eğer sen ötüken yişta devlet kurup mişer tikilsen mengo degini bengo el tuta olurtaksın. Devletni kontrol kılıp oturalaysan. Buna yuqur baha vergan. Şimdi yeni bir qaytlar o'tgan bo'lsang, bayqini hozir. Cümlenichi. Ötüken yer olurup arkış tırkış ısar nem buh yok. Ötüken yerde ötüken diyen ziminde özanını tiklep elçilerini, bardikerlerini bu başka devletlerden bu alakını derak kıldırıp tutsan elde hiç kandak mum yok. Elde hiç kandak mum gem bulmaydı. Ne bulmaydı. Ötüken yiş olursa eğer ötüken yiş de özanını tikilsen mengo el tuta olurtaksın. Sen mengo şu devletini başkurup olturalaysan. Müştaq yazgan. Hem bilge kalan nimsi dumu mengo teşi dumu ötüken yişta yer idi yok ermiş. El tutsıq yer ötüken yiş ermiş. Abay biz Külteginde degandek sözler mavu mengo taşta yine bir qetim qaytlandı da hem de. Demek şu çağlarda bu sözler muşu nait ata sözleri şu zamanlardaki şu Türkler arasında, halklar arasında umumlaşkan mühim sözlerken değil mi? Yana bilge qalanımı yani şu okşaş gapni ötken yer olurup arkış tırkış ılsar nem bun yok ötken yiş olursar bengo el tutar oldurtarsın. Hem de mavi skop işidikileri taştaki buzuluk etken yerler, çıkılık etken yerler okuğulamaydı ama Kültegin teşidiki tekst asasen bulanmış takıp eslik getirgen. Bu doğru mu? Mana hem de Mongolia bu mana şu Hangay tağları ma Mongolçada bir yava otugon tengir.
Otugon Tenger degeni ham o'tikan tanrisi degan gapda. Ham yilg'icha bu ism-bat Mo'ng'ullar yilg'icha ishlatadi. Shundaq bir tog'niki o'rni. Hamda bu o'tikan degan tog' butun dunyoda asosan bu cho'ng millatlarning ilohiy yurti, o'rni, tog'larini asosan aniqlab qo'ygan. Aniq narsa. Hamda turklar, Orxun turklarining va qadimgi Uyg'urlarning bizning eng ilohiy tig'imiz bo'lgan o'tikan degan bu ya'niki zodi jo'grafiyalik doirasi o'rni nada degan masalada biz hozirgacha %100 aniq ilqi nimaga kelamidik-da. Ilqi nima bir oxirgi bir nimaga kelamidik. Ham bu yerda qadimgi tadqiqotlarni qarab o'taylik. Bu vaqtda olimlar, bu tarixchilar, turkologlar jiq izlandi. 1761-yili bu Cholnan deganning kitobida bu o'tikan degan yer East Range of the Hangay tog'larining sharq tarafi deb aytganda, biz abaytında o'tikan bir butun Hangay tog'larini o'z ichiga oldi. Ammo shu chog'da qadim qadimida sharq tarafi deb olgan. Yuxal degan adam 1847-yil yozgan Shiyu Kavulu degan kitobda hozirgi Altay tog'lari va hozirgi Hangay tog'lari shu o'tikan yesh deb nim qilgan. Bu yer Altayni qo'shib qolganda. William Thompson 1896-yil chiqargan kitobda o'tikan yeshninki o'tgan tog'larining o'rni bu Tamir daryosi bilan Orxun daryosininki boshlangan yerlarda shu qismni o'z ichiga olgan Hangay tog'lari ichidagi shu yerlarda Hangay tog'ining ichidagi ma'lum bir konkret bir yerni o'tikan deb aytadi. Hamda Milyoranskiy bu 1899-yildagi ma'vu yozgan kitobida, Sankt Petersburg chiqqan kitobida bu o'tikan yesh degan o'tikan tog'lari Xarxorin Mountain tog'lari edi. Xarxorin degani Chingizxonninki poytaxti boya, umi shu Hangay tog'larininki sharqiy janubga kichik bir parcha. Xalqlar izlanyapti bu o'tikan degan zoti nima degan. Hars degan donliq bu sharqshunos 1899-yildagi bu Tonyuqoq Manguti haqida yozgan kitobida o'tikan yesh Tamir daryosi bilan Orxun daryosi boshlangan yerlarda deb umumiy shu bir qismni o'z ichiga kirgizdi. Hamda Shavan bu nimaning Fransiyaningki eng donliq shu qadimgi sinologlari bu o'zininki kitobida shu o'tgan yeshni shu Mo'ng'ul Chingizxonlar yashagan poytaxt viloyatdagi Xarxorin rayoni deb ataydi. Undan keyin bu Yaponiyaningki donliq sharqshunos olimi bu Shiratori 1907-yil yillarning konligiga qaranglar. Umu shu mav kitobida shu bu o'tgan Xarxorin rayonini o'z ichiga oldi dedi. Markovat bu donliq sharqshunos buningki Berlinda chiqqan 1914-yil kitobida ma'lum yerlarni deb Hangay tog'larini o'z ichiga oldi deb o'tgan yeshni bunday tasvirlaydi. Hamda Xitoyniki eng burun shu O'rta Osiyoni tadqiqot bir Dengshan degan bir olim bor. Bu odam shu kaskamasga qilgan shu ishash gaplar oz. Shuna o'simi u o'zining kitobida Dulaxala tog'lari va Tula daryosi bilan Orxun daryosining o'ttirisida dedi. Tula daryosi bilan Orxun daryosining o'ttirisidagi bir yerda xato gap qilganda. Bu Xitoylarning bir donliq olim bor, Wang Gouwei deb. Bunun Xitoy madaniyati yo tarixi qadim asarlarini nim qilishda bu nihoyatda yaxshi kuchli bir olimi. Bu o'z vaqti Tsinghua universitetida jo'shu bo'lgan. Bu 1923-yili chiqqan donliq bir kitobi bor, Guantanjining buningda Hangay tog'lari deb asosan to'g'ri nim qilganda, ham to'g'ri nim bergan. Ham yerda ma'lum xaritalar buni shu qarab o'tamiz. Paul Pelliot degani bu nimaninki Fransiyaning donliq sharqshunosi Donxuan tadqiq qilish, qadim Uyg'urlarni tadqiq qilishda bu Pelliotningki ko'rsatgan xizmatlari nihoyatda. Bu odamni eng oxiri shu to'g'ri qaror chiqarganda, xulosa chiqargan butun Hangay tog'lari mush o'tgan deb nim qilgan. Sinjongmen degani
Xitoyninki o'z oldida shu Vangovilar bilan teng qatorda turadigan koni shansonlarning birisi. Buniki shu Tujojisida bir danliq kitobi bor. Ashuningda buni Xangay teg'idagi bir cho'qqa deb qarib nim qilgan, xulos chiqadi. Anna Maria Gabayn o'ziniki bu shtat undas Levin'de altın Türk'ün. Qadimqi Türklardagi davlat ve yaylaq degan kitobida asrda buni O'tikan tog'lari bu Xangay bilan Tanula o'ttirsidagi sharq janubdagi bir rayon deb biroz konkretlashtirgan. Bahadin Ögel Türkler içinde çıkan bu adam Tayvan okugan damlık Hansoşunas, Xitayşunas bu adam ülketti. Bu aşı Xitay mənbələrini Türkçe'ye tercüme kılışta hem de en güçlü alımlarının birisi. Hem bu özünki bu Doğu Göktürkler hakkında vasikalar ve notlar diyen bellettiğini çıkaran makalesinde bunun Xangay tağları edip doğrup nimbergen. Ruslan'ın Potapov mu bu Xangay tağlarını bu Kang tağ rayonu, Xangay Yeşilki tağ rayonu ve Sayan tağlarının birleşik adıdır o bir kısmıydı. Sayan degeni hem de Xangay'ın şimaldaki Rusya'daki bir tağlarıdır. Hem Rejgal degeni bu Fransızlarınki nimesi bir Türkologi bu bir kaç kitaplarını çıkaran bu adam hem de 60. yıl çıkaran kitabında Ötüken tağlarını bu Mastab ve Meridian'da 101 ile 47'nin aralığıdır gözettik. Hem de bu bir neslendim kolaylı bu Mongoliyanınki deryaları. Mongoliyanın deryaları yani kadimki Türklerin en ilahi deryaları. Uygurların en ilahi deryaları. Biz Uygurlar Orhun Selenge deryası da baş götürgen de cık yerlerden buldu. Selenge deryası mana, Orhun deryası mana. Hem Tuğla deryası mında koyup Ulan Batur'dun başına bu ahırı mında çıktı. Ma Orhun deryası mında getirmedi. Orhun mında aylandı. Tuğla mında gitti. Selinga deryası mana Mişiyale. Yani bu yer mana Xangay tağları deyimiz. Xangay tağlarının şarkı kısmı Orhun Tuğla deryası aralığındaki Mişiyale bizninki bu atı boğularımızınki qiyim tükülgen devlet kurgan Mişiyale'nin boğan nayda mühim yerler. Yaşayan mühim yerler. Hem de Cisil degenim o özünün esirde Xangay tağlarınınki məlum kısmı ve Orhun deryası vadisi da adep gösterdi. Schubert degeni tadqiq qilib bu in the south eastern part of the present bu Zavxanskiy degan aymoqdagi bir parça yerlerde O'tikanni kichik bir yer gösterdi. Hem de Fengchunjun degeni bu Tamir deryası bilan Orhun deryası başlangan yerdeki Xangay tağları rayonida bir kichik bir yer gösterdi. Bu Tenjishan degeni bu Şanxaydagi Fudanning professori hamda tarixiy bu nimani xaritlarni yozgan davliq adam bu men oxiri chiqargan xulosa to'g'ri Xangay tağları deb qurilib chiqardi. Hamda Sergey Klyashtorniy Ruslarning eng yaxshi turkologi bu adam bu Turkiyaga ketdi. Bu adamın oxiri butun Xangay tağları deb 82. yilki maqolasida buni qarorini chiqargan, xulosini chiqargan. Hem Talat Tekin Türkiye'nin Türkologi bu adam bultur vafat oldu. Bu adamınki şu Tariyat Mengo Taşları diyen özünün yazgan makalası da Xangay tağlarının garbi şimalı kısmı Orhun bilen Test deryasına oturduğu yerde bu bir kısmı yerlerde buna gösterdi. Şözüncün degeni bir Şinjan'da şu turgan Orhun Türk tarihleri içinde hem de Xitayda incik eser işleyen adam bu şu anda. Bunun da hem de bu nayti hata bir yani Xerlendiki şu bayan ular tağları dep çıkardı, xalas çıkardı. Talat Tekin 94. yılı Tonyukov yazıtı degan kitabı mı yani bu Xangay tağlarının şark kısmı dep Abay Nur şark garb şimal degan Mao 94. yılda şark kısmı dep özünün Mao fikrini özgertdi. Bosworth bu Encyclopedia İslam deganiki O'tikan degan bir maddesi var. Şunun içinde hem de bu Orhun deryası ile Tamir deryası başlangan yerdeki bu Xangay tağları deb
bu konularninki fikrini qaytılgan. Çayla deydigini bu nimidiki Vengriyadaki naytı danlıq Türkolog bu adam hem de Hangay'ın şarkı kısımları yoki bo'lmasa bütün Hangay öz ichiga oladi deb shunday yozgan. Bu 62-yilda chiqargan asarda shunday dedi. Mana bu shunday ish bu yan bir deyli Mao Tamir Deryası, Mao Orxun Deryası, hemisi ma Hangay tağlarına kirkit bardı. Mişedin çıkan bular nimisi. Hem Tamir Deryası bilan Orxun Deryası başlangan yerlerdigini yanımda aytganda Hangay'niki Janub Sharqiy burjiga to'g'ri keldi. Bir savol var. Hangay tağları deganimiz astidagi bulungdagi xaritaning nerede oldu? Mana hozir ko'rsatay, mana Mao mana xarita bunda xeyli to'g'ri keldi. Hozir ko'rsatayotgan shu. Hamda 1999-yili Konovalov bu qadimgi Honlar, Shimoliy Honlarning rayoni yoki bo'lmasa Yinshandigini ishki Mongoliyatga birga ashadan ko'rsatadi. Hem Türklerinin Gömeş degan Türkologi yazgan şunu o'zi yazıtı degan asnimisi de bütün Selinga deryası bo'lgan Altay tağları deb şimal tarafını belki şimal çıkarıyordu. Peter Golden degan o Orxun deryası etrafındaki bu tağlar buluş mümkün deb qo'ygan. Liu Tang degani Türk niminiki bu Tayvan'ın ait dağlık Türkologi, Uygurlar yazgan, kitaplarını yazgan. Bunun da hem de bu deydi Orxun Deryası ile Selinga Deryası yapımsa Orxun Vadisi de karar çıkardı. Ötükenli. Hem bana Selinga Deryası yan bir nım koyay. Bu müstah tüz getidi. Orxun Deryası mıdak getidi. Ama Tula Deryası mıdak Ulanbator'a getidi. Biraz coğrafyanın haberini koyaydı. Damlaştırımız Aminev degine 2006 yılı bu Başkırt'taki bir ayal, Başkırtistan'daki Başkırtistan ülkesinde hem de Respublikası'da muşna Etügen, Etukan diye yerler bakken, şeyler buluşu mümkün dedi bu gap hem de rahkit kaldı. Bu gene bir alımlarınki bu Mongoliyatki Otugon Tengir degen bir tağ, muş ötken degen tağ şu dedi. Ama o 2010 yılı İşki Mongol Üniversitedeki Wenbaoxing degeni bu adam Mongol okşaydı. Bu ötken tağları hakkında mahsusat makale yazıp bunun da degen Hangay tağlarındaki en igiz tağının çoksu şu ötken Hangay tağlarının g'arbiy kısmı doğru keldi o diyen. Drobishev degeni hem de yazganda Hangay tağları edip bırakla karar çıkargan. Bir savol sana. O'tgan degan hozirgi Mongoliyada bo'ldi. Mongoliyada Ama bularning abay dastlabda o'qib o'tgan nimalar, nasihatlar shunda chiroyli. Ular turkcha bizning tilimizga o'xshab qoldi. Bu qanday munosabat tushunadi? Hamda o ötüken şu Türklerinin en mukaddes tig'i. Şu ötüken zamanında bu Türkler Orxun Mango taşlarına özlerinin mukaddes tağı hakkında 22 parça nima kaldırgan. Hatır kaldırgan. 22 yerde Mango taşlarının içinde Mango taş bütün Mongoliyada 52 bağmaydı. Lekin 22'si de ötüken hakkında gaplar. Hem onunki gaplar bizning qadimgi turk tilida yozilgan da, gaplar shu. Demak shu yerda turk millatlar yashagan. Turklarning turk xonligi, Uyg'ur xonligi o'shada nati cho'ng xonim imperiya qurgan, nati cho'ng imperiya qurgan, sharqda dengizgacha, Yapon dengizlarigacha borgan, g'arbda berib bizning turklar Rim askarlari bilan so'qishgan, dunyoni titratgan cho'ng imperiya xon. Şu Mango taşlarının resimleri var mı? Baba. Hem mesela Mao Ramstedt deganlar şu vaqtlarda 1890 yılları ve onun keyingi vaqtlarda şu Finlandiya, Şvesiyadan Mişe'ye kelib, Mişe'ler yetip, kopub, şu tağların astida yurib, mana Mao askar madem şu işlerini tadqiq qilgan da endi mana. Hem bu olimlarninki chiqargan xulosasida endi şu bütün dünyadaki Altay halkları, Altay milletleri, Türkiye halkları, Mongol halkları, Tungus Manchu halkları
ve bir kısım Koriya, Mışlarning 4 cho'ng til gruppasi, her bir til gruppasida, yani şu mesela Türk til gruppasida 38 xil millat var hozir. Mo'ng'ullarnikida 5-10 xili bor. Manju, Tungus Manju'da şu nima deymiz, Manju, Shiva, shunaqa bo'lib ketib, 5-6 undaq bo'lib ketdi. Koreyaning bir ana azakillikimiz 4 cho'ng bölük gruppiniki yig'ib kelganda biz Altay til sistemasiga kiramiz. Hem Ramштетlarning eng oxir tekshirgan tillaridan qaraganda mushu dunyodagi 50-60 xil Altay tillarining hammasini yig'ib kelsa, o'rtaq so'zlardan 500 var ekan bizda. 500 dan o'rtaq so'z Mo'ng'ul shundoq deydi ekan, nima shundoq, Manju shundoq deydi ekan, Türk bütün Türklar shundoq deydi. Masalan biz oltin deymiz. Mo'ng'ullar oltin deydi. Manju kelgan aysin deydi. Koreyalar Xitoy o'zinikini tashlab Xitoycha kim bo'lib ketdi? Masalan o Manjuniki aysin degini, Mo'ng'uldagi oltin degini, ham bu Manjularning aysin degini, aysin giro deganni Manjuning podshosi Ayshin Jolo deb Xitoycha mundaq deb qo'ygan. Asli Manjuchisi aysin giro. Aysinsi oltin degan gap. Oltin degini ashlar qurgan oltin ordu xonligininki bu nimasi? İsmi. Muşunak hem ortak dedi. Hem de şuna işçideki Orhun Türkleri, biz Türkiye halkıyla bir til, bu bütün Altay çoğun töt tarmağının bir tarmağı. Şuna iş. Şuna mana Hangay tağları deyimiz. Ma Mongolçada Otügön Tengir deyilgen bir yer var. Ulan Batur miyek doğru kildi. Mana Otürk'teki Hangay tağları. Manıdan coğrafyalı haritim karaydı. Ma bu Altay tağları. Bizning Altaylar mishada mana Cumhuriyet mayak doğru keldi. Ma Hangay tağları, mayakla Tuğla deryası, bu nemisi, Mongoliyanın o'ttirisi da bu. Hem de bu biz abaytın körüp ettik, bu ötüken şundak muhim ya. Ötüken Türkiye halklarının en tarihi mukaddes bir teği ve muhim yeri. Bu ötüken tağ zadi aşı orni eniq zadi nerede? Birisi oңdaydı, birisi tolu şarq, şimal, janub Türkologlar her xil yanlış fikirlanıp batıdı. Köpinçiler o Hangay tağları da batıdı. Toğra za eng axir xulasını qana qilmiz. Toniqoq mango teşedi munda degan. Kök öң yoğuru ötüken yişğarı uduztum deydi. Kök öң yoğuru ötüken yişğarı uduztum deydi. 682 yılı Toniqoq bu Huanghe deryasının janubida Xitoydan azat olup 70 adamni başlap 70 adamı 100 olup qechib ketgan nemedi. Şu Sadichin Sipildan qechib Xitoydan qechib qutulib mustaqil bo'lib chiqatgan. Chiqatgan chog'da miyada mana Sadichin Sipili bu cho'g'ay tog'lari bo'ldi. Mavu hamda Ko'ko'ng degan daryosi. Ko'ko'ng degan daryo miyada Sadichin Sipili bor. Bu derya, şu Gobi Desert'ın ötkenlikin bir kiçik derya, bu Mişadın boylap, menip, kök önlü yuğur. Yuğur degini biz hazır ximir juğadık deydik. Hem de kadımkı Türk dili mühendisi de kök ön yuğuru degenini biz hem de hazırca kök önlü boylap mandım degen gapga ekivatımız hem de. Bu ximir juğagan bilen boylağanlı kana birleştirimiz, bunlar Türkologlar tadqiq qilgan iş. Kök öğünü müşuna yuğurup ekilip, bildi menip, en ahırı ötüken yişqa yitlap apadım, uduzuttum degini halkımını başlap eşek apadım dedi. Bu ötüken yiş degini bana. Mişege. Miye kelgende hazırkı kök öğün, yani Mongollar Ongi deryası deydi. Ongi deryası tügeydi. Bulak Mişe'nin başlığını demdi. Bu devlet harita qaraydigansak Hangay tağlarının janubiga to'g'ri keldi. Demek Toniqoqning degan o'tgan yishi mana Mishayga to'g'ri keldi. Ya'ni Hangay daryosining janubi, Hangay tog'larining eng janubiga to'g'ri keldi. Bu keyingi olimlarning gapi emas, 716-yili Toniqoqning o'zining bergan isboti. Bu birinchi xili. Mava endi Uyg'ur mango tashlari Mongoliya nimasida saqlanayotdi, arxeologiya institutida saqlanayotdi. Mana bu tepilishi, yayloqdagi tepilish ahvoli.
Endi Orxun Mango taşları da Tonyuquk ötükenni Hangay tağlarının cenubuga kösetdi. Endi Orxun Uygur Mango taşları var. Orxun Uygur Mango taşları Orxun Türk Mango taşları bilan o'xshash. Tilim o'xshab ketadi, farq yo'q deyarlik. Ular yana boshqa bir yan ko'rsatadi. Mana o'qinglar, qadimgi Orxun Uygur Mango taşida bunday degan. Ta'mirida bo'lmish, el etmiş, bilge qolgan, el bilge qatun, qolgan ataq atanib, qatun ataq atanib, ötüken kedin uçi tez başında örgün bitittim dedi. Tanrı'da boğan dedi. Asmanda törelgen dedi. El etmiş bilge kagan o ismi. Bu şu Bayançor kaganınki ismi. El etmiş bilge katun. Bayançor'un hotunu. Hotunun mu ismi el etmiş bilge katun. Biz ikimiz kagan atak, Kağun ata, kağan ata, katun ata atanıp. İşkimiz Hakan diyen nimini, atak atanıp degeni bu nam atınıp deydi. Ameliyatda şu çağda Hakan diyen ünvanga çıkkan deyin keyin. Menin xotunum Katun diyen ünvanını ağan deyin keyin. Biz ötükennin kedin ufçi. Kedin degeni hazır Uygur tilde keyin diyen gap, keyni diyen gap. Hem de ma'nisini aytganda g'arbiy degan gap. Demak, o'tgan tog'larininki g'arbiy uchi degani, o'tgan tig'ininki g'arbiy chegarasi degan gap. Ashada tez boshida dedi. Tez daryosi, hozirmi tez daryosi deydi. Tez boshi degani tez daryosi boshlangan yerda, shu yerda biz o'rgin degani poytaxt degan gap. Tishlido. Demak, bu bir geografiyalik yerni ko'rsatyapti. Ötükenninki en g'arbiy chegarasi Tez degan daryoning boshlangan yeriga to'g'ri keldik. Örgün degan o'zi, origin degan bilan o'xshab. Ya, origin degani inglizcha gap, buni bir munosabatsiz. O'rgin degani poytaxt degan gap. El degani hozirgi biz ishlatgan so'z ku, ha? Shu. Bu endi o'xshash so'zni yana so'zlayotdi. Terhin Mango Teşi'ninki 5. kurda yaylağım ötüken kuzu kedin uçi tez başında öndüğünü konar köçür ben dedi. Bu gelmişen olama. Bunda degini benim yaylığım ötükenninki bu şimali kedin uçi şimali garbi şimal uçi degini çok si degen gap. Bu nayt muhim gap. Bu Mangotaş e'lon qilgandan klyashtorni shunday xush olib ket. Oxiri biz o'tgan tog'larninki aniq nimasi haqida bir ma'lumot erishdik. Demak, bu mening yaylig'im deydi. O'tgan degan tog'ning shimoliy g'arbiy uchi degani, shimoliy g'arbiy uchi degani, g'arbiy shimol uchi degani 6 ga yaqin keladi. Tez daryosining 5i deydi. Tez degan daryoninki bosh qismi. Aşağıda ben Tez daryosi 5'ninki de şarkıda, onun da sal şarkı kısmında şunçilik detail bilen depegende. Ben aşağıda konup küçük muşnak yaşap jüdüm dedi. Yani bu muşu bir kurdun biz Türkler devrideki ötüken tağlarınınki g'arbiy şimal çoqısının uçunun nerede ekanligini uqdik. Hani Şinay Usu Mango Teşi, yani bir Mango Taş'tı mı, yani şu gapındaydı. O jili bu ötükenninki g'arbiy uçuda, Tez daryosinin başlangan yerde Hazar Xordan degan nimalarni ordularni qurdik, ashad yasatdim dedi. Mana bu Mongoliyadagi Tez daryosi. Bu şey 1300-1200 yıldır. Endi bu Uygur Mango taşları var. Şinay Usu Mango Teşi, Uygur Mango Teşi, Tariyat Mango Teşi, Uygur Mango Teşi. Bularning vaqti 500-757-yilları aşındaq vaqtlarda tiklangan taşlar. Bu Uygur devleti taza küçülgen vaqtları var, ha. Başlangan vaqtlari. Uygur devleti taza tiklanib, mushtaqnim qilgan vaqti.
Endi bu yerda nima qilayli? Yana Mongoliyaning xaritasi, abay dedik, Selenga daryosi, Orxun daryosi, To'la daryosi mana Mishada. Endi mana Tassin degan xatni ko'rdinglarmi? Mana Tas daryosi. Tas daryosi Mishaga kelib eng oxir Mishad boshlandi. Mishaddan boshlandi, mushunaq bo'ldi. Tasning uchida degani mana Mishani ko'rsatadi. Bu Xangay tog'lari mana Mishada endi turklar Mishani O'tikan tog'larining g'arbiy shimoliy deb ko'rsatdi. Chekitmay ko'rvatdik. Endi ashuningdan O'tikan tog'larining biz g'arbiy shimolini topdik. Bu ikki parcha Uyg'ur mango teshida bu g'arbiy shimol qismi deganni ko'rsatdi. Mao Altay tog'lari miya ketdi. O'tikan Xangay tog'lari boshlandi. G'arbiy shimolda bular bu yerni ko'rsatdi. Abay biz so'zlagan bu Gobi'dan janubdan Toniqoq askarlarini olib qochib, aholisini olib qochib, eng oxiri men o'tgan yishqicha xalqni yitlab opadim degandiki yori mana Toniqoqniki. Demak, g'arb shimol uchun topdik, janub uchun topdik. Bu O'tikan tog'lariniki. Ham Mao degani bu sharqiy. Bu sharqi nima deganda, sharq qismi kultegin, bilga qolgan mango toshlari tepilgan, tiklangan Orxun vodisi mana mushta. Demak, biz shu 3 chek biz o'rin orqali Orxun turk davridagi shu haqiqiy aniq shu nimaninki o'rnini o'tgan tog'larini aniqlab chiqdik-da. Endi bundan keyin Mabr uchun debdi, Palan daryoning boshlangan yeri, Pistonning g'arbiy, shimoliy u yerlarda gaz qiladigan ish yo'q. Ama hozir mana shundan mana Xangay tog'lari shu. Turklarning dinimi, ya'ni shu Orxun turklari. Demak, Orxun turklarining hujjatlarida endi shu nima O'tikan tog'lari, O'tikan teg'i aniqla hozirgi zamondagi Xangay teg'i. Bu xulosa aniq bo'ldi. Ama bu divan lug'at turkdimi shu nimani ko'rsatganda, O'tikan tog'larini ko'rsatgan, O'tgan tog'larini ko'rsatgan chog'da endi u shu nima bilan Tatar yayloqlaridagi, cho'lligidagi Uyg'urlarning shimoldagi bir yerda O'tikanni mustaqim qildi. Ham uni asosiyatdan to'g'ri deb qo'ydim. Shuni biroz to'xtalaylik. Ya'ni shu abayqi degan gapni yana bir qaytarayotgan bo'lsam, shu xaritada bu divan lug'atda turkdagi xaritaga qayerda shu bizning Sharq Turkiston rayoni O'tikan deydi, mana O'tikan. O'tikan degani niya ko'rsatdi? Ma Ertish daryosi, Ertish daryosining shimol qismi O'tikan rayonlari shundan qildi. Bunun endi bu Mahmud Qashqarining degani Uyg'urninki nersidiki, Uyg'urga yaqin yerdagi Tatar cho'lligidagi bir tog' deydi. Tatar cho'lligi deb endi divan lug'at turk 1077-yil yozildi. Shu chaqlarda endi u yerlar Tatar cho'lligi deb atilgan Mongoliyaning yerlari. Shu Tatar cho'lligidagi bir tog' degan uni to'g'ri, Uyg'urning nersi degan uni to'g'ri. U chaqdagi divan lug'at turkdagi Uyg'ur degani asosan Mao Turpan tarafdagi Uyg'urlarni deyapti. Demak, Jo'ng'ariya Turpan tarafdagi Uyg'urlar bilan Mongoliyadagi Tatar cho'lligi o'tirsidagi tog' degani endi ma'lum holda to'g'ri keldi. Shu Habiba shu abay xaritaga yana bir bo'lgan bo'lsa. Hozir mush lug'at bu shu vaqtlik lug'atmi keyin o'zgartirilgan bu? Divan lug'at turk 1077-yil bitgan. 1077-yil bitgan chog'da endi bu endi birsi buni yer sharini tugilab qilibsizgan. Undan keyin endi nurg'un yerlar va boshqa xarit, boshqa arab xaritlarida nim qolmagan, chiqmaganda. Ham divan lug'at turkining kinoyati bir kishini cho'chitadigan bir yerlari Yapunni Japarqa degan. Japarqa degani Xitoycha va Yaponcha Jibingo, Yapon davlati degan so'zningki nimasi o'qilishida endi. Shu birinchi Yaponni shunday qilgan. Ko'rsatganda u chog'da bizning bashbaliqlar, jinsorilar, jonbaliqlar yaqinlangan. O demek ki Avrupa elleri nerede? Maç, bütün Cungoni, Xitoyning machinni minchilik yaqib qo'ygan, Yaponni bunday yo'g'on yaqib ko'rsatganda. Ham bu kitobningki ahamiyati divan lug'at turk haqida qoldi gap. Divan lug'at turk 1077-yil bitdi.
Bağdat'ta bitti. Bağdat bitkende hem de bu Mahmud Kaşgari bu kitapını şu Bağdat'ınki sultanıga hediye kıldı. Nima uchun hediye kıldı deganda Divan Lug'at Türk degani hem de Türklerning bir shu chog'da qorong'u kitap yozmaydigan Türkler haqida biz bexabar vaqtida nihoyatda muhim Türkler haqida ma'lumot bergan yo'rtgan bir kitap. Amaliyotda bu adam u kitobni yozganda bir 800 so'zlik bir Türkçe, Arapça lug'at. Nima uchun bu adam 1077 yil bu lug'atni yozdi deganda 1055 yili Osman Selçuk Türkleri Bağdat'ta besip kirdi. Bu dünya tarixidagi cho'ng voqealarning birisi. Bu Arab dunyosiga Türklerning birinchi qadam besishininki boshlanishi. Yaylaq Türklerining, Osman Türklerining, biz Türkiye xalqlarining birinchi Arab dunyosiga kirishimiz 1055 yili Bağdatga kirdik. 20 yil o'tgandan keyin Divan Lug'at Türk degan kitobni yozdi. Uni yozgandimi Mahmud Qashqari o'zi deydi. Mıjnaq hozir Türk tili bilan Arab tiliga ikkisi shu basishayotgan ot o'xshash dedi. Men shu chaqda shu Bag'dod shahrida bir Türk tili bilan Arab tili o'tirib lug'at kerakda. Shu ehtiyojdan yozgan bir muhim bir kitob. Mıjnaq ish. Ham shu kitobning ichida bu odam bir shu nimani xarita, dunyo xaritasi hamda Mahmud Kamniki dunyo xaritasi. Mıjnaq. Ham bu xarita Bayaqı degan deydan yeni bir leksiya qilib so'zlasam bo'ldi. Bo'ladi. Bu Divan Lug'at Türk'ni ayrim tanıştirish kerak. Bu albatta Tarix ko'rinishi, lug'atning o'zida emas. Bo'ldi, musha tarım gruppasi taklif qilaman, men Divan Lug'at Türk'ni kerak. Ya mush to'g'riliq 10 savolim bor hozir, ammo vaqtni erish uchun hozir endi tema o'tgan bo'lgan biz o'tgan avval tugitaylik. Endi ma'lum lug'at mushna ish bunun ichida ham shu Orxundar nima o'tganmi bor endi shunaqa ketdi. Mana endi o'tganda endi qadimgi Türk xonligi bilan qadimgi Uyg'ur xonligininki eng chong farqlarining birisi Uyg'ur xonligi shahar soldi. Uyg'urlar shahar sog'iltirdi. Shahar selishi keyin biz o'qisak endi asos shu chog'dagi maqsad so'g'dilarjiq. Onunki Xitoydan kelgan savdogarlar jiq, yana kelib akagan yipak mollar 100 minglab har qitim shunday haddi hisobsiz akagaldi. Uni u yerdagi yayloq opirib bu chodir o'ylanchiga besib bo'g'ilmaydi. Bu savdoning ehtiyojidan bu Uyg'urlar tunji qitim shahar selishga boshladi. Bu mollarni to'plash kerak, yig'ish kerak, birga qo'yish kerak, savdo shahri qurish kerak. Shunga Uyg'urlarning eng dastlab solgan shahri o özü üçün emas, o Türkler öylege könmeydi. Ular şu nemiga çadırdı kön ya nımqagan. Asasen şu savdo setlik xalqaro şu aloqa üçün şu shaharni solgan. Şuna bu Orxun nima shaharlarning ichida hamda shu mezgilda bu bir xil dinniy nima bo'lishi mumkin, sabab bo'lishi mumkin. Shu Uyg'urlar 5 shahar solgan. Bu nima Mongoliya Orxun xonligi ichida doirasida eng dastlabda 5 shaharning eng cho'ngi Ordubaliq. Ordubaliq shahri mana shunday bor, cho'ngi. Mana shahar sirtim shu. Mana hozir Ordubaliq nim qilsak, Ordubaliqning shahrining o'ttirsida qurgan bir nihoyat igiz bir nima bor, qurilish bor. Bu qurilishning ustiga bu Uyg'ur xonligi cho'ng xonlik chodirini tikilgan. Tikilganda bu chodirga Tamim ibn Bahirninki dokladida chodirning ichiga 100 odam sig'di ekan. Mana hozir basanlarmi ma shaharning sepili turdi. Ma shahar o'zininki oltin ordusini qurdigan shu nimasi taxtisi miya turdi. Buni taxtning ustida bu yerda chodir bo'lish kerak. Bu chodirniki nimisi Qirg'izning podshosi deydi, sen menga taslim bo'lmasang, sening oltin ordangni cho'g'aytaman. Bu oltin ordini 100 odam sig'digan cho'ng ordiniki shu uyning ustini oltin bilan yeb chiqqan. Demak, Yamanchiq anglab ketgan bu nimani o'rnini. Manda endi rasmini ko'ryapman. Endi bu oltin orda eng oxiri bu keyingi Turkiy xonliklari, Mongol xonliklari, hatto Manjulog'icha oltin aqsin abadini dedik. Oltin xonlik, oltin orda xonlik, oltin orda degan mushundan boshlangan.
Demek aşında 100 adam sığılgan çoğun xanlık çadırının üstünü altın bilen yiyip çıkan. Şunu muşun üstüge destekler. Hazır basak mı? Muşu yeva matamlayan var. Altın yapıyor. Altın elbette. Ektidə. Bu nime bu Ordu Balıq'nınki şəhərinin tamları. Elə həm müşinçilik saxlanğan. Müşinə iş. Əmdi bu Orxun Vadisi muşu Ötükendeki en mühim bir yer. Bunun yenida əmdi bulupmu Xotun degen tağ var. Mongolarının bir nahiyesi. Muşu tağ hem de Orxun Ordu Balıq'a nəhayət yakın tağ. Ordu Balıq'nın tamları. Mana Ordu Balıq'nın izleri. Şunday iş. Hem de bu Ötüken tağları ne abaytın biz dedik mühim dep. Ötüken tağlarının en mühim nesli, yani mühim neslerinin birisi Ötüken tağlarının içinde 3 çoğun ilahi orun var. Birisi bu Asman ilahi Ötüken tağlarının içinde. Bunun da Coşu Kadım Xitay xandanları esiste her yılı Türk'ün padişahı özünün emeldarlarını jığıp şu Asman ilahi ba takkı verip çokunup kilidi onun için bir gar var, ilahi gar var. Bu garının aldığı verip şu tavap kıp kilidi deydi. Üçüncü bir ilahi neyse ilahi yer var. Demek Ötüken tağlar içinde Mıжында 3 çok mühim ilahi nesli var. Hem de biz deyli, eğer her yılı Türk'ün padişahı xanlarını başlap apırıp bu yerde çokunsa, bu 10 günün garının aldıda. Ve Türk halklarımı, çoğunlar kiçiklerimi aşı garının aldığı çokunsa, eğer biz hazır aşı Xotun tamları, yani tağları değil mi de öteki Xangay'ın bir kısmı. Şöyle yani Orxun Vadisi'ne jirak olmayan tağışlık bir yerlerine bassak, biraya garını tapsak, bunun içinde kam degende 300 yıldan beri Türkiye halklar eşek apırıp tavap kıgan, aşk kıgan sunaklarının nimeleri çıkmamdı. Kıskısı biz hazır Ötüken tağları zaten nerede degende emdi kuvvetimiz boldu. Müzakirin emdi toxtataylı Ötüken tağları bütün Xangay tağlarının ibaret. Okey. Biz bunu tep çıksak bunun en mühim kısmı Kötügin Mengoteşi. O Tonyukok Mengoteşi. Ya bilge qalan Mengoteşi ve Uygurların Ordu Balık qatarlıq mühim yerleri şu nimegan kurulgan Orxun Vadisi. Orxun Vadisi muş Ötüken tağlarının şark kısmı ve en mühim siyasi merkezinin birisi. Mişelerde biz şu izlensek ikinci kadem biz Ötüken'i okuduk ve Ötüken'in içindeki şarkı Orxun Vadisi'nin nəhayət mühim yerkenliği eniqlandı. Hem qalan nəsə şu taqqı çıkıp aşındak bir önkürlerini tepiş ve aşındak ilahi çokularını tepiş. Bunu tepiş tersemez. Çünkü neçə 100 yıldan beri kişiler tavap kılıp mal soyup kıkandikin o tağlarının önkürünü aldı, kançılık sünekler kaldı, kançılık izler kaldı. Şunday iş. Şuna bu nesle bütünler kip kalan ve bizimki tədqiq kılışımız değişik müştak nimelerge kalan nesle. Hem hazır bu Uygur şehirlerinde de hem de mesela Xitay'nınki şu kadim Uygur şehirleri tədqiqatının umum ahvalı da makalar çıkıvatıdı. Onun için bu kadim Xitay nimelerinde mi Uygurların şu Ötüken hakkında eserler çık. Hem bu yer giderse Uygurlarınki hazır Tuva deryası, Tuva devleti aşı etraflarda yani 23 şehir peyda oldu. Bu şehirler keyin silingan. Bu şehirler Uygur xanlığı veyran bolup bolgandan keyin bu Uygurlar garip köçtü degeni fakat Xitay yazgıçları Çang'anda oturup yazgan hatırısı. Ameliyatda Uygurlar garip köçmedi. Uygurların bir kısmı garipke, bir kısmı şimalga, bir kısmı hatta şarkka, bir kısmı janubga, müşta tötiyege müşta köçken, bir liyege köçtü degen unda to'g'ri emas. Endi aşına müşta iş. Hem şimal köçken kısmı bu mavu Uygurlar Ordu Balıq'taki 5 şehir sağanlar şu boyunca yana Tuva bu nimesinde Respublikası Baya'da 23 şehrini tep çıktı. Bularning mı bununki şu izlep istiniş ve nim qilish vazifamiz var. Muşunda işler. Demek biz hazır Ötüken'ninki coğrafya o'rni haqida bu öyde oturup Palan Derya'nın Beşipistan'ın şarkı cimali deyişini kutulduk. Bütün Türk xanlık devrideki Uygur xanlığı devrideki Mengotaşlarının özleriniki öz ağzıyla kösetken 3 mühim noktasıdır.
Ötükenning butunlay xanga ekanligiga biz axir xulosaga keldik. Menimcha buni hamdaylikqa yana muzokara qildik yer qoldi. Ikkinchi qadam Ötüken işçi tağları işçidiki bizning muqaddas g'orlarimiz, muqaddas Tangri ilahi, yer ilahi qatori muhim yerlarni tepish. Bu Ötüken degan yer aniqlangandan keyingi ikkinchi vazifa. Rahmat, shu bugungi mazmun nihoyat yaxshi bo'ldi deb qarayman. Ham nihoyat cho'ng topiklarga kirishib ketdik. Ahvol qaraganda buningdanmi jiq vaqt ketgandek turdi. Seni yana ayrim mishaga ayrim taklif qilib kelamiz. Buningda albatta Abay divani lug'at turk to'g'riliq. Andikin mushning oid nurg'un bilimlaring bor deb ularni mushu usullar orqali yetkazib berganman. Endi bu yerda bir qancha qo'shimcha savollar kelib qolibdi-ku, shu tunugina ilonni chiqargandan tortib, endi ularni ko'kdak fursat chiqdimi sana? Shuning ichida endi jiq savollar bor bu yerda. Men bir savolga o'zimni nihoyat qiziqib qoldim-ku. Chunki o'zim shu til Uyg'ur tilshunos süptin bilan mushuni qanday javob bersang-ki, men bir o'qib beray shu savolni. Bu yerda o'qib beray dedim, men uzun gapga men qisqasida bir o'zini degani. Endi asosan degani masalan Uyg'ur tili bilan o'zbek tili to'g'riliqcha bir qancha savollar keldi. Men shaxsan o'zbeklar bilan asosan paranglashib ketaverman. U o'zbekcha davotamdi yoki xotanshir so'zlavotamdi, men ba'zi uqamay qolman. Shu ish qilib to'liq tushunman o'zbekchani. Hatta ba'zida shu xotan taraflarga, men nim taraflarga borsam, u xotanliklarniki tasdiq tushunman, lekin o'zbek bilan paranglashib qolsam, nihoyat oson tushunmanda. Demak, endi Uyg'urcha bilan o'zbekcha endi umumyuzlik aytgan chaqda communityga bo'ldi. Aloqalasha oladigan til, shundaymi? Shu. Endi mishada so'ragan savol endi masalan shu o'zbekcha bilan Uyg'urchani 80-90-95% o'xshab ketadi degan bir savol edi. Shu til jihatini aytgan chaqda mush ikkisi bir tilmi hozir? Bu yerda men ba'zilari o'xshamagan til deydi. Men shaxsan endi to'liq tushunganligini o'rgandim keyin. Shundaymi? U asosan bu bir til deb qarayman-da men shaxsan. Mushuq ko'z qarashimga qanday qaraysan? Bo'lsa, buning haqida ayrim bir doklad va muzokara qilsak bo'ldi, chunki hozir bizning so'zlayotganimiz bu 7-8 asrdagi qadimgi turk, qadimgi Uyg'urlarningki Ötüken tağları ustida, qadimgi turklar haqida bo'lgan bo'lsa, qadim Uyg'urlar bo'lgan bo'lsa, shu nim qilsak bo'ladi. Bo'lgan bo'lsa, nihoyat yaxshi bo'ladi. Endi savol tushibdi, men qisqa ishtik deb beray. Uyg'ur tili bilan o'zbek tili intayin qiziqarli bir akuf til. Bunun ichidagi munosabatni biz diqqat qilib tekshiradigan bo'lsak, hayron qolamiz buning ichidagi qiziq ishlar bor. Birincisi, bu yiltizidan aytganda, hozirgi zaman Uyg'ur dunyodagi 38 xil tillarning ichida Uyg'ur tili bilan o'zbek tilini bir guruhga, bir oilaga qo'yamiz. Chunki buning ichidagi o'xshashlik nihoyat yaqin til, tarjimon ketmaydi, o'ng'ayli mushtaq. Shunlashqa xuddi Ozarbayjon tili bilan Turkiya tili yaqin bir akuf tildek, o'zbek tili bilan Uyg'ur tili bir akuf til. Shunlashqa o'zbeklar, Uyg'urlar bir xalq. Çünkü baribir biz Türkler bir xalq, lekin ishchidan elib aytganda o'zbek Uyg'urni akufga birli desak bo'ldi. O'zbeklar bizningki vatan yashaganlarni Uyg'ur desa hech qanday xatolik yo'q. Uyg'urlar O'zbekistonda yashagan, biz o'zbekcha hech qanday xatolik, farqi yo'q bir ish. Ham o'z ishidan bakarak oriyli desak, buning ichida nihoyat qiziq bir tarix bor, diqqat qilib anlaymiz. Yiltizidan aytganda o'zbeklar Qipchoqlar. Bular Volga daryosi bo'yida yashagan. Uyg'urlar, bu Uyg'ur qarluqlar bu Turpan, Qumul matrablarda yashagan. Bu Qipchoqlar Qozoq, Qirg'iz, Boshqirt, Tatar, bular hamsi bir guruh bor. O'zbeklarmi shu bir guruh bor. O'zbeklar eng burunqi ana tili 500 yil burunqi o'zbeklarning haqiqiy o'zbek tili Qipchoq tili. Shuna biz hozir O'zbekistonga berib Özbekler bilan yani kelib aş Marg'ilondagi toza aş qarpoyim o'zbeklarning tigini olsak, tigidan bularning tigida qozoq chiqib tili. Bular asli ana aş Qipchoq tili aş yili ham saqlangan. Nim bo'lib ketdi deganda bu nima Asir Navoiylar, Temuriylar qurgan nihoyat saltanatlik, güzel bu Buxoro, Samarqand
ulug' shu turko iron madaniyat shaharlari shular qurilgan. Qurilgan chog'da bu nima o'zbeklar Volgadan kelgan o'zbeklar bu shaharlarni besib oldi. Besib olganda bu o'zbeklar tili yo'q, madaniyati qoloq, molchilik qilgan o'zbeklarda bu ham 15-asr degan. Besib olganki bular tuyuqsizlar dunyoning eng go'zal shaharlariga erishdi. Erishgandan keyin bunday ishlar tarixda natijiq bo'lgan o'zbeklar o'zininki aslidagi shivsini tashlab shu nimidiki Samarqand, Buxoro, Toshkentdagi adabiy Chag'atay til adabiyotiga bular o'zini otdi. Shuning bilan bu 500 yil jarayonida bu Chag'atay tili o'zbek tiliga shunchalik jiq ta'sir qildiki, o'zbek tilini o'zgartib hozirgi zamondagi o'zbek tiliga kelib qo'ydi. Demak, tilninki andi fundamental tigi qipchaqchi bo'lgan bilan bular hozirgi kunda o'zbek adabiy tili butunlay shu O'rta Osiyodagi gullangan Chag'atay til asosida tiklangan bir til. Shunlashqa o'zbek tili mushtaq bo'lib ketdi. Endi bizmi Qashqardan tatib Uyg'urlarmi Chag'atay tilininki shu nimasidan chiqqan xalqlar bo'lg'ashqa o'xshash bir xil tilning ta'sirida bizning ikki millatning tili mushtaq yaqin bo'lib ketdi. Endi hozirgi zaman Uyg'ur tilini elib o'tadigan bo'lsak, hozirgi zaman Uyg'ur tili har bir rayonlarda o'xshamaydi. Lopnur, bu Xotan, ili Qashqa amiyat o'xshamaydi. Lekin hozirgi zaman Uyg'ur adabiy tili, Urumchida so'zlayotgan radiodagi, gezdagi adabiy standart til nereden kelgan desanglar, bu Toshkent bilan Olmatodan kelgan. Yana abayqiga shuning oid bir savolning davomi. Endi abay sen deb o'tding-ku, o'zbek tili bilan Uyg'ur tili degandan bir til desak bo'ldi. Endi demak, hozirgi vaziyatga kelganda, shu o'tganda men bir qancha yildan faranslashib qoldim-ku, bular Uyg'ur tili yo'qolish oldida degan bir nimani o'tirib qo'ydi-da. Men Uyg'ur tili yo'qolmaydi degan ko'z qarash. Nima uchun deganda, masalan, hozir davlatimizga o'zbek xalqi qanchalik 50 million atrofida o'zbek xalqi bo'ldi. Shundami? Boshqa turk xalqlarini olib qo'yib turgandimi, shu o'zbek xalqini oldigan bo'lsak, O'zbekiston bo'ldi ekan, ular o'zbek tilini saqlab qoldi. O'zbek tili bilan Uyg'ur tiliga nihoyat yaqin bo'lgandan keyin Uyg'ur tili shu nuqta nazardan aytgan chog'da Uyg'ur tili yo'qolmaydi deb qarayman-ku, men shaxsiyan. Yiziq yo'qolib ketishi mumkin. Chunki yiziqda endi u yana bir ayrim mavzuga Uyg'ur yiziqida masalan o'tganda Olimjon apandim dedi 18 yiziq va Uyg'urda dedi. Endi hozirmi yangi yiziqni ijod qilayotganlar bor. Lekin yiziqni shu orqali yo'qotayotgan bo'ldi. Lekin tilni yo'qotamaydi deb qarayman. Tilni yo'qotish kelgan bo'lsa, Uyg'urning taltikusi yo'qotgan deyildimi? O'zbekni yo'qotamaydi. Shundanmi o'zbek 50-60 million bor. Shularning tili bizning tilimiz degan ko'z qarashda bo'lgan bo'lsak, Uyg'ur tili hargiz yo'qolmaydi deb qarayman. Qanday deysiz buning? Xitoyda 56 millat bor. Hozir 50%dan ortig'i asosan yo'q edi. Ismi bor, jismi yo'q. Assimilyatsiya bo'lib bo'ldi. Yani 30 yıl o'tgandan keyin bu 56 millat asosan shu artistlar aylanib qoladi hammasi. Millat o'zi tugaydi. Manjolar qanday tugagan bo'lsa, bularmi tugaydi. Ammo buning ichida 6 millat yo'qolmaydi. Assimilyatsiya bo'lmaydi. Bay hozir to'liq apandim degandek, bu millatlarning agar chegaraning sirtida o'zining ona til tuqqanlari bor bo'lsa, garchi bu chegara ichidagilar xitoylashib ketgan bo'lsa-mu, ala yana saqlab qoladi. Bu ish qilib şu azroq usmi odamlarning so'zlab turg'ini uylayotgan narsani tirildirdi. Ammo shuning ichida assimilyatsiya bo'lmaydigan tillar Uyg'ur tili, chunki bizning chegaraning nerisida bizning Olmatu va Toshkent va o'zbeklarimiz va Uyg'urlarimiz va ular assimilyatsiya bo'lmaydi ekan, bizdagi Uyg'ur vatandagi Uyg'urlar qancha xitoylar oxiri yana o'z tilimizni asliga keltiradigan bir urug' kelib qoldi. Mongol tilimi shu, Chavshan tilimi shu, bu nima Tibet tilimi shu, ashundaqa bular kelib qoldi. U o'tirliqdagi yizum, yozib deganlar, hali baribir ularning tili yo'q. Hozir o'zlarim tugab bo'ldi. Yaxshisini tatib akilibsat. Undan da isming nima desa, men yozum, men yizu dedi bo'lmasa Xitoy. Bo'ldi tugidi. Bolalarım o'zining nimasi, bumaylari tog'ning ichida ancha-muncha degan hisob qolmaganda bular assimilyatsiya yo'q bo'ldi. Shunlashqa Xitoy nihoyat tez sur'atda assimilyatsiya davri kirib bordi. Bizni hozir yeb ketib bordi. Lekin xeyli cho'ng zarbalarga uchraymiz.
Ballarımız natice assimilasiya buldu. Lekin biz yok almayız. Yaxshi gap bo'ldi. Ba'zi vaqtida o'ylab qolamiz, atamasroq tushkunlashib qoldim o'shalarni o'ylasa. Yaxshi g'ururliq gap bo'ldi. İlhamlandik. Men nimaga qarayapman? Ishqib hozir biz bilan agishib ko'rayotganlarning soni 40 dan oshdi. Demak, yaxshi ko'rmanlar bor, hammasiga rahmat aytaman. Davomli bunda qatnashib bersa, bunda davomli olimlarimizni taklif qilib, bizning boyligimiz bu sizlar. Masalan, Qahar, Qurbankamlar hammasi bizning Uyg'urlarning chet-eldagi boyliqlarimiz. Bilimlik tarixchilarimiz, biz sizlarni o'rganishimiz kerak. Rahmat. ish qilib ko'milib ketmayli bada sanga o'xshash bilimlik nurg'un olimlar bor Uyg'urlardan-chi o'zingni e'tirof qo'yam Uyg'ur olimlarimiz bor lekin bular gap qilmaydi o'qiydi ekan yozdi ekan yozgan narsani e'lon qila olmaydi e'lon qilgan narsasi o'zini yozgan narsasi emas o'tganda Qur'on kammi dedi ғой Qur'on kammi nurg'un olimlarimiz masalan Xitoyning ichida yozgan narsani nurg'un yuqori o'ltayotgan degan Sharq Turkiston degan ya'ni opirib boshqa ismga o'zgartirdi. Sal bu siyosat taqishib qolgan yerda o'zgartirdi. Shuni tarixchi o'zi amaliyotda o'ynagan roli nima deganda tarixni burmilab tashviqot o'rni bo'ldi. Xalqlarga eng oxiri berib shu yozuvchini haqorat qildi. Sal Uyg'urning nimasini yo'qotding. Amaliyot yozuvchi emas, iyib gap shu yozuvchi yazgan narsani e'lon qilmagan deb. Ammo biz hozir erkin dunyoda. Erkin dunyo bo'lgandan keyin mencha masalan shu sanga o'xshash, Qur'on kamga o'xshash, ya'ni nurg'un olimlarimiz bor-ku, o'zlariningki shu nimani o'ylayotganini degan yaxshi. Xato bo'lishi mumkin, to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin sizlar degan tarix asoslar bilan masalan Abay mangu toshlarni ko'rib chiqdi. Mangu toshlarni mening bilishimcha sen o'z vaqtida shularni tarjima qilgan. Men sen bilan Nanjing universitetida o'qiyotgan vaqtimda ikkimiz bir yotoq yan yotoq yotgan qo'sh shu vaqtda pat paranglashib turardik. Shu vaqtlarda men bu turk deganni, Uyg'ur deganni, O'rxun deganni, Sharq Turkiston deganni, mushta atalg'ular men shu vaqtlar sendan anglagan. U vaqtda mening o'yimda u biz bir naydi bir osonliq millat, boshqa millatga tayinib yashamasak bo'lmaydi degan shu ko'z qarashdi-da. Endi bir hisobda shu jihatlardan sen shu gaplarni qilgandan keyin mening ideya jihatdan shu vaqtlar savol qo'yilgan. Bu rastavatamda o'yag'an deb. Keyin endi mana shu Nanjing universitetiga bir qancha atoqli professorlar bilan birga ko'rishdik. Ular Xitoy professorlar. Shularning og'zidanmi sening gaplaring chiqdi-da. Ha, mundaq gapgan deb. Demak, Xitoylar dalalat ekan. Shunaq emasmi? Masalan, Nuri Gabayin deymiz, yiliqlar, yana nimaning chetdaliklarning bir nemis Germaniya degan kelgan bir olim batdi rasmimiz bor, bir kuni chiqarib qo'yaychi rasm. Wang Yan degan. Nemis. Shumi shu vaqtida shu gaplarni shu yer degan shu Nanjinglarda, endi ular u vaqtlarda siyosiy besimmi bor vaqtlar, lekin uqmuliq endi Allohning og'zidan shunday gaplar chiqqan-ku endi ishqilib. Demak, endi bu gap uzun bo'lib ketdi, ishqilib Muşunaytı qimmat vaqtingni chiqarib ataytım Floridadan o'zingning ishlaringni tashlab tadqiqotlaringni ayirib bir şey aytganda menchi bu bir vaqtni isrof qilganlik emas. Shu bizning shu yoshlarni olamdi endiki shu tarixda nadon odamlarimiz yomon ko'pchu. Quruq shu tariximiz uzun deymiz. 5000 10 yil deymiz tariximizni. 10 ming yil, 5000 hatta ba'zilar 20 ming yil degan gaplarni qilib nima azodi deganni o'tirib qo'ya olmaydi. Uyg'ur tarixida jiroq emas, shu yaqin tarix zamonda masalan Sharq Turkiston ikki qatim Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilganligi. Sharq Turkiston degan atalg'uning u birisi ko'chlab chiqib siyosiy maqsad bilan ko'chlab chiqqan atalg'u emasligini bularning hammasini oydinlashtirgan masalalar-ku. Shuning uchun bugun hamda biroz gap uzrab ketmoqdi, meni hayajonimni sep qo'ydim. Vaqtingga nait rahmat. Yani axir yana ikki qiz gapimni davatgan bo'lsam, o'sha to'xtatgan bo'lsak. Asli men hozir o'zim sizlardan bakarak hayajonlanib texnik so'zda aytsam, mashhuriyatni sizlarga qo'ymadi. Bo'pti. Lekin ham men deb qo'ygan gapim hozir to'liqmi dedi. Haliqi
bizde hazır yetişip çıkan yaşlar bulup mu naiti her qaysi kesiplerde naiti yaş ügünüp ketken esil ballarımız çıkış ketdi. Hem şu yaş ballarımızga, yaşlarga, inlerimizga, sınırlarımızga mening dep koyduğum nasihatim. Biliminglarni Uyg'urlardan aymanglar. Man tarım gruppasi var, to'liqqanlarga telefon beringlar, sho'ratganlarga telefon beringlar, so'zlanglar. Mayli qaysi kasbdan, qaysi jihatdan bo'lsin, hammasi Uyg'ur tarix madaniyat bo'lishi natayin. Tabiiy fan sohasida bo'lsinmi, mushu men o'rgangan ajoyib bir xil mushu qimmatli narsalarım barkan, mush millatim uqib qolsa. Sen o'zingninki bu shiyanshiringda, bu laboratoriyangda sen buni o'rganganing bilan 99% Uyg'urlar bundan bexabar. Shuning uchun o'rgangan bu qimmatli bilimingni millatga taqdim qil. Shunga mening yoshlarga bergan nasihatim mushta dokladlarni chiq so'zlasanglar, mush ishni ko'paytsak demoqchi. Xo'sh, rahmat. Xo'sh, rahmat. Barliq ko'rurmanlarga rahmat. Hammaga rahmat.